Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining 158-sonli qaroriga asosan subsidiya, grant va ssudalar berish to'g'risidagi qaror tasdiqlangan. Bunda amal qiladi. Bu qarorga asos Prezident 24-yil 23-sentyabrdagi PQ 330-sonli qarori hamda PQ 347 hamda PQ 64-sonlar asos bo'ladi. Bunga nimalar kiradi? Necha pul olish mumkin? Bular haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Bunda subsidiyalarimiz 7 xil turdagi subsidiyalar mavjud hamda ssudalar 3 xil turdagi ssudalar mavjud va bir turdagi grantlar mavjud. Buni yana to'liq ma'lumotini Vazirlar Mahkamasi 158-sonli qarorini o'qib tanishligi mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Bular kimlarga beriladi? Bular haqida men qisqacha ma'lumot berib o'taman. Endi bundan asosiy olish mumkin bo'lgan yoki sizlarga ko'proq qiziq bo'ladigan holati 20.600.000 so'mgacha bo'lgan asbob uskunalar bo'ladi. Bunda tikuvchilik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan shaxslar, novvoychilik yoki bo'lmasam kosibchilik faoliyatini boshlab o'zini o'zi ish bilan ta'minlaydi, bandligini ta'minlash shu maqsadlar uchun beriladi. Endi bunda asosan qilinadigan ishlar fuqaro kambag'al oila reyestrida turuvchi fuqaro bo'lishi shart, birinchi asosiy shartlardan biri. Undan keyingi holatda fuqaro davlat xizmatlar markaziga borib, u yerdan o'zini o'zi band qildirishdan o'tadi hamda elektron ключ olib mahallani hokim yordamchisiga beradi va fuqaroni o'zi birgalikda ariza topshiriladi. Ariza topshirilganda ariza birinchi bo'lib mahalla yettiligiga tushadi. Agar kambag'allar reyestrida bo'lsa, hamma ham ijtimoiy reyestr, yoshlar daftaridagi, ayollar daftaridagi fuqarolar o'tmaydi bu holatda. Faqatgina kambag'allar reyestridagi fuqarolargina o'tadi xolos. Endi undan keyingi jarayon arizalaring o'tsa, mahalla yettiligiga ko'rinadi. Mahalla yettiligi joyga chiqqan holda o'rganiladi. Tadbirkorchilik qilish uchun imkoniyatim yetarli, joyi bor fuqarolarga ko'rib, mahalla raisi hamda mahalla yettiligiga o'rganib, kollegial qaror imzolaydi. Kollegial qarordan keyin davlat maqsadli jamg'armasiga o'tadi. Davlat maqsadli jamg'armasi bilan shartnoma tuziladi o'rtada. Shartnoma tuziladi. Uni arizani topshirish ichida sizlar nima mahsulot olishlaring, necha pul summa, hamma yo'g'i kiritilgan bo'ladi va jamg'arma bilan o'rtada shartnoma imzolanadi. U shartnoma nima? U shartnomani ichida muddat bo'ladi, asbob uskunalar turi bo'ladi, asbob uskunalarni qaysi faoliyatda ishlatishlayim bo'ladi. Mahalla yettiligi tasdiqlaydi. Mahalla yettiligi kollegial qarori orqali kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasiga o'tadi hamda u yer bilan siz o'rtangizda shartnoma imzolanadi. Shartnoma imzolangandan keyin mahsulotlar tenderga qo'yiladi. Tenderda xohlagan tadbirkor yutib olishi mumkin uni. U xoh vodiylik bo'lsin, xoh vohalik bo'lsin, farqi yo'q. U yerda xohlasa Xorazmlik tadbirkor yutib oladi. Yerda kim yutib olishi noma'lum. Kim mahsulot arzonroq yetkazib beralaman, kafolatlayman deydigan bo'lsa, o'sha tadbirkor yetkazib beradi. Tender tugagandan so'ng mahsulotlaringiz uyingizga yetib keladi. Mahsulotlaringiz yetib kelgandan keyin mahallani hokim yordamchisi joyga chiqqan holda o'rganib, siz mahsulotingizni yaroqli, siz uchun mos holatlarini, defektlarini topmasdan yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina dalolatnomani imzolaydi. Siz foydalanishga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mahsulotlar ochib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hamda 6 oydan 3 yilgacha u narsani suvda, ya'ni foizi bo'lmaydi. 6 oydan 3 yilgacha siz bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Hop, endi qolgan turdagi subsidiyalar, ssudalar, grantlarni kommentariyalarda izohlar qoldirsalaring, yana qolganlarini tushuntirib o'taman. Siz uchun qaysi ma'lumotlar qiziq? Buni izohlarda kutamiz.